Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlar bilan siz kutgan, siz bilgan usta Muhriddin. Hurmatli obunachilar, mendan ko'pchilik telefon qilib so'rashadi. Akalar, Muhriddin aka, yo usta bu. Kimlardir uchun biz bloger, kimlardir uchun usta bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, nima qilib so'rashadi? Aka, sotiladigan sigir bormi, sutlik sigir bormi, bolachasi buqacha bo'lsin, g'unojin bo'lsin deb ko'pchilik so'rashganligi uchun bugun Romish qishlog'iga tashrif buyurdik akalar. Endi tashrif buyurdik demaylik, biz joydori Buxorocha bo'laversin. Akalar keldik. Xudo xolasa ana Husan akami uylarida sotiladigan sigirlari bor ekan. Akalar sog'in sigir, bolachasi buqachalik, g'unojinchalik, Eston paroda, chorni piyostra parodalar. Bu kelasizlar akamizga aloqaga chiqib xohlasangiz, Rustam aka, nima dedingiz? To'g'ri kelsa agar 1 kilo baliq joyini tirs qilib akam o'tib beradilar, olib ketib oilangizga sut bo'lsa sutlik yo buqachasini buqachalik qilib bo'g'iz qilib ham ishlatsangiz bo'ladi. Xalq uchun bir manfaatli, bir foydali video bo'ladi degan umiddamiz. Akalar, nasib etsa biz bir boshdan keyin holatda chiqarib akamizga berib sizlar uchun ko'rsatamiz. Agarda sizlarga yo'qsa, mamnun kelsa aloqaga chiqaverasizlar. Nima deysizlar akalar? Agarda sizlar o'tirib chiroyligina joylashib olgan bo'lsangizlar, yonlaringizda bir choynik choy qo'yib oling, issiqqina qaynoqqina 95 bo'lsin. Bizlar yiqilib ketmanglar bular narxlaridan yana holati chiroyligidan, qaymi? Ko'rsataveramiz, sizlar o'tirib olib laykchalarni tirsilataverasizlar. Xudo xolasa biz boshladik. Muhriddin aka ana. Ha, qo'lingizdan aka olib keling qani. Akalar birinchi sigirimiz, sigirga baho berib qo'yamiz, ha. Parodasi chorni piyostra. Mana aka adashmasam, ha? Chorni piyostra. Akalar yelinni endi vahshiy yelin bir to'g'ri bo'lganda bitta aylantirib o sigirimizga qaranglar. Aka buni bolachasi qani? Mana shu. G'unojinchami? G'unojincha bolachasi. Bolachasi g'unojincha. Ha, shu yoqqa olib keling, shu yoqqa olib keling, bir xalq ko'rsin, yelinlarini ko'rsinlar buni. 20 litr sutgacha. 20 litr sutga nechinchi qo'ringa aka? 4-qo'ringa. 4-qo'ringa, bolachasi. Ana shu bolasi 4-qo'rin. Ha, bolachasi buqacha? G'unojincha. Bolachasi g'unojincha 4-qo'ringa, 20 litr sutga. Akalar buni olasiz. Sog'lishi zakonimi? Sog'lishi zakoni. Ayol kishini qo'yadi. Ayol kishini qo'yadi, erkak kishiga qo'ymaydi. Qo'ymaydi? Ha, bachasini emdi qiladi, ayol kishi bemalol sog'averadi. Sog'ishini ko'rsatishim mumkin. Endi akalarimiz ayollar bilan bexijolat kelib, bemalol. Sog'ib bera olasiz. Sutni ham o'lchab 3 kun kelib ko'rishlari mumkin. 20 litr. 20 litr. 18 ta 20 ta molga javob. 18 ta 20 ta. Aka, hammaga qiziq joy, ha? Nima dedingiz? Hammaga qiziq joy. Qancha aytamiz aka buni? 25 million. 25 million. Aka 25 qimmat. 25 qimmat, to'xtangda. 25 qimmat. Bir akalarimiz kisaga bir chiroyligina qilib, yoningizda bir 24 million so'm pul solib kelsalar qana bilan. Ha, o'ylab ko'ramiz. O'ylab ko'r. Bitta gapda, akalar kelasiz, shuni akani qo'llarini ushlab tirs qilib, 1 kilo baliq qo'ylar, yo'lda bir silkab, 1 kilo baliq pulni o'tib, chiroyli qilib. 24 akalar 24 solib kelaveringlar, yana kelishasizlar bu yoqqa. Kelishamiz. Yana kelishasizlar. 24 aytibdilar, bolachasi g'unojincha 20 litr sutga. Chiroyli qilib yana beradilar. Endi bozor yuzasidan sababi 24 million qimmat deb o'ylamanglar akalar. Kecha bozori imindan chiqardim men. Shaxsan o'zim chiqardim, narxlarni bilsinlar, ko'rsinlar. Keyin baland bo'ldi, arzon bo'ldi demasizlar deb. Bozor o'zi ko'rdingizlar qanaqa holatda, qanaqa sigir, qanaqa sifat baribir narxlik bo'ladi-da. Bu ikkinchi sigirimiz. Bu ikkinchisi bu joydor aka? Joydor, ha. Bu ham qap-qora aka. Ana u nimadan? Chiqqan Estondan. Estondan, ha? Kal, ha. O, bu adilna aka, buni bo'lasimasa? Yo'q, shuni bo'lasiz. Shuni bo'lasi bu. Oha. Estondan sijilka qilib olinganmi? Ha, Estondan chiqqan. Estondan chiqqan aka, sijilka qilib. Bizga 23 ta 24 ta nimadan bor edi-ku? Ha. Shu sigirlardan. Shulardan. Bizdan qolgan, ha. Bolachasi g'unojin aka buni ham. Ha, g'unojin birinchi qo'rin. Bolachasi g'unojin birinchi qo'ringa necha litr sut aka bu? 7 litr, 8 litr beradi. 7 litr 8. Endi akalar bitta narsada, bitta narsani to'g'risini mo'lam yesa beradi-da. Yesa beradi. Sigir biz bitta mana turishini qaranglar. 7 ta 8 ta endi bersa zakoni bo'ladi. Endi bolachasini ham bitta ko'rsatib bering. O'li yoshgina sigir, birinchi qo'ringa. Biz ko'rib olaverasizlar mana. 7 litr sutga. Bachasi kal. Bolachasi kal. Estondan endi sijilkadan olingan ekan. Mana akamiz ko'rsatadi. Buni o'zincha aka bor. Aka, buni eng qiziq joyi hammada qoladi-da, eng qiziq joyi. Buni qancha narxlayapsiz? 20 million deyapmiz. 20 million. Akalar bolachasi ham o'zi bilan ketadi nasibsa. Bolachasi ham o'zi bilan bir baro. G'unojincha bo'lgan. Kecha bozorni ko'rdingizlar, munchkina bolachasi bilan 17-18 sotilganini o'zingiz ko'rdingizlar. 17-18 sotilganini. 20 aytibdilar. Kelib o'sha gap. Bitta qo'yib ushlab, ha?
chiroyli qilsangizlar, kelishtirib beramiz. 20 aytilibdi. Endi ozgina o'tib berasiz aka bundan. Ha. Endi men to'g'riga buni ko'p qimmat deya olmayman. Chunki bozorni ko'rib yuribman, normalni Kelishtirib, balasini o'zi 9 milliondan beradi, bermaydi-ku. o'zini tortadi xunojincha. Gunoh xunojinchani ham 9 deb u yoq bu yoq qilib beryaptilar. Hurmatli obunachilar, Ruslan akam hozirgi molxonalarda bu sigirlanishda eng menga yoqqani, anamiz ochoplar ham qarab turing. Olib keling bu yoqqa aka bir maza qilaylik. Sigirni ko'rib, xalq maza qilsin aka, xalq maza qilsin. Bolasi bu qacha? Bolachasi bu qacha? Qoringa qaranglar, yelinga qaranglar. Yukam bu. Yelin ham bu. Yukam bor, yelini ham bor akalar. Mana mana bu qachasi. Bu qachasi ham estoncha. Bu qachasi ham estoncha. Sigir yeliniga baho berib qo'yamiz akalar. Bolachasi bu. Aka nechinchi qoringa endi bu? Bu 3-qoringa. 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 Necha litr so'lib biz endi aka bundan har kuni? 10 litr. 10 litr. Buni so'g'ib olaversizlar 10 litr. Bemalol, bemalol. Bemalol. Bitta toping aka, buni oladigan odam ham bor-ku, bitta ushlab qo'yadi deydi, bu qana. Ketmaymish qilib. Hech narsa qilmaydi. Aka vashi bu. O'zim ham havas qildim, to'g'risida. O'zim ham havas qildim. Maza sigirni yuki ham bor akalar, suti ham bor. 10 litrga endi vobshe chotdi. Ana, bu tomonidan ham bemalol. Uni ba'zi bir sinalmagan o'tni qo'shdan o'tmadiydi aka. Buni qoshidan ham yonidan qolasangiz, ustadan sakrasangiz ham bo'lar ekan. Farqi yo'q. Bolachasi bu qacha? Bolachasi bu qacha. Baho beramiz akalar. Bolachasi bu qacha. 10 litr. Bu nechinchi qorin dedingiz aka? 3-qoringa. 3-qoringa 10 litr sutiga akalar. Aka buni qancha narx qo'yamiz endi? 24 million deyapmiz. 24. Bitta gap aytaymi aka? 24 ni qo'ying-da. 24. Kelishtirib maza qilaylik. Kelishtirib. 23,5 million. 23,5 ham qo'ying. 23 bo'lsa telefon qilsinlarmi? Mayli, qilaversinlar. Akalar, narxini ko'ringlar. 23 millionga ana nima deydi? Bitta akamiz borlar Instagramda ko'ngillariga qo'l solib tushirdik deylar. Unaqa emas akalar. 23 million bo'lsa akaga telefon qilaveringlar. Yana kelishtirasiz aka. Nasib. Balig'i akalar o'sha balig'i pulni o'tib beradilar. Molchaga baho beramiz tamom faqat. Molcha zo'r aka, tan olish kerak. Bolasi bu qacha? Aka, menga bo'lsa agar aka, bizlar reklama uchun emasda, xalq mazaqsin aka, mana ko'pchilik biladi. Bu nima bo'lsa akalar qo'pol bo'lsa ham bo'lsa, paxta qo'yish emas aka, molcha zo'r-da. Zo'r. Haqiqatan ham zo'r. Zo'r. Shvedcha bu, shved. Shved paroda. Shved paroda. Shved paroda. Bizga ko'p. Yana 15-20 ta bor. Xudo xolasa, bundan yana har hafta chiqaramiz. Har hafta akamiz bilan xudo xolasa chiroyli sigirlarni chiqarib borishga harakat qilamiz. Kuzatib boringlar, keyingi sigirga ham o'tamiz hozir. Keyingi sigirga o'tamiz akalar. Bu o'zimizni joydori qizil. Qizil. Aka sizda Eston sigir topilmaymi? Bor. Eston sigir. Bor, cho'limizga bor. Akamizda cho'lda ham sigirlar bor ekan akalar. 15-20 ta bor yana. Akalar qizil sigir bu Eston emas, lekin qizil rangli ana. Birinchi qoringa, lekin aka boka birinchi qoringa ham boka zo'r yelin qilgan ekan boka, to'g'risi. Bolachasi xunojincha aka? Xunojincha. Bolachasi xunojincha. Birinchi qoringa xunojincha bergan, lekin yelini ham katta o'shanga yarasha sutdan bersa kerak. Ha, beradi. 7-8 ta beradi bemalol. 7 ta 8 ta. Ha, bemalol. Molchalar yesa. Bitta akamiz borda aka, yaqinda bordik. Molchani ko'rdik, endi bittigina-da vashi o'sha ham sut berar ekan. Endi buni molcha arg'an emas, nima deydi? Ana mol. Mana. Qachaga yelinga baho berib qo'yamiz akalar, yelinga. Vobshe sut berishi, mol qo'yishi, mendan so'ragan akalar, mana masalan nima bo'lsin, mollar tepmasin, zo'r bo'lsin. Yo'q, sinab qo'ygan, sinalgan modellar uchun akalar ko'pchilik bozordan olib sinalmagan. Yo'q, bemalol sinalgan, sinab ko'rib olaverasizlar. Sinab ko'rib bemalol olaversinlar. Sinab bemalol. Bolachasi xunojincha 7 litr 8 litrga sutga. Endi ko'rib olaverasiz. Aka buni qancha aytamiz? Buni 19 million deyapmiz. Bu aka bittaga aytaymi? Endi qo'shilaman aka. Mayli. 19 balan aka buni. To'g'risini aytaman, 19 balan aka. 8,5 million. Bu o'zini pulini so'rayapman. Bitta bu o'z beradi, 8,5. Bozor ko'rdingizlarmi o'zlaringiz? Solishtirib olaverasizlar, o'zlar 15 millionga bu o'z sotildi akalar, endi bu 15-16 million, 16 million o'zi akalarimiz, bizni kuzatayotgan akalarimiz ko'rdilar akalar. 18,5 aytibdilar akamiz. Yana ozgina o'talar. O'tamiz. Yana ozgina o'talar. Kelishtirib beramiz. O'talar deganda dunyo emas, kelishasizlar. Bu yog'i endi bu yo'q hammasi kelishga bog'liq. Akalar
10-cha 7 litr sutga birinchi qoringa yelin, badan ham zo'r, yelin ham zo'r. Endi kelishib olishga bog'liq akalar bu yo'g'i. Hammasi akalar kelishishga bog'liq. Endi ko'pchilik xuddi Qarako'lga borib, aka siz qitdek arzon degandingiz, qimmat-ku degan akalarimiz ham bo'ldi, mana bizni ko'rib. Lekin o'sha akalarimiz qimmat degan haftada ham biz 5 tadan mol olgan vaqtimiz bo'lgan. Qarako'l arzon akalar avvalgida. Xuddi o'sha endi bu narsaga Qarako'lga daxli yo'q. Qarako'l bozori arzon. Xuddi o'sha uchun nima demoqchiman bu gapim bilan? Hamma narsa kelishishga bog'liq. Endi ko'p gapirganimga e'tibor bermaysizlar, mana endi shunday. Ana bitta yana yeysiz. Akalar kulib turamiz doim. Jonlari sog' bo'lsin. Hammalariz. Aka bunisi qancha bo'ldingiz aka? Buni unaqasi, bo'lachasi. Bolachasi moda buni. Buni bo'lachasi moda. 4-qoringa, bu ham Shved parvodadan. Bu ham Shved parvodadan. Ha, Shved qo'shma. Qo'shma. Siz endi aka bizlar nima deymiz? Aka tuyog'ini ko'rsatinglar, ishonmaganlar uchun tuyog'ini olib qo'ying bitta. Tuyog'ini qarang, o't tuyog'i akalar mana. Ishonmaganlar biladi. Akalar yo sijirka bo'lishi mumkin, yo joydor bilan qo'shilgan bo'lishi mumkin. Chisti emas, unay deydi akalarimiz bo'lishi mumkin. Yo, chisti emas. Ha, lekin mana tuyog'ini ko'ryapsizlar, yo sijirka bilan bo'lishi mumkin, yo qo'shilgan bo'lishi mumkin. Ana shu bo'lachasi 10-cha Shved paroda akalar. Gibrid deylik aka, chiroyli. Gibrid variant akalar, gibrid variant. Lekin tuyoqlari ham vashsho o'tib ekan, ha? Vashsho zo'r ekan. Aka nechinchi qoringa bu? Bu 4-qoringa. 4-qorin. Akalar realni bo'lgan holatda aytib beramiz. Unaqa yoshirish bo'lmayapti. Nima bo'lish? Chunki biz videodan oldin akamiz bilan kelishib oldik, gaplashib oldik. Yolg'on kerak emas. Bo'rini boricha. Biz qarang-ku, shunday. Akalar 4-qoringa bo'lachasi 10 nechta sutga beramiz aka buni? Bu 10tagacha beradi. 10tagachami yo? Anig'i bo'lsin. 8 tadan ziyod-da. 8 tadan ziyod. Ha, bu 9 litr deyavering. Mayli, u yo'g'i nima? 8-9 litr. 8-9 litr. Chunki akamiz har kun sog'adi, o'shanga yarasha. Bitta narsada aka 8 litr berar ekan deb olib borib quruq samonni bersangiz bermaydi, yonga. Ha, bu kerakda. Ularga qarang, yeyishini qarang. Yem berilar ekan. Beda yem nima? Ana, yemni qarang. Terib qo'ygan o'zi yem mana yaqlashtirib oling bittagina, oxirida yemigacha turibdi. Aka buni qancha aytamiz endi? Buni 20 million deyapmiz. 20 million. Kelishtirib beramiz. 20. Aka tarafkisidan 500 tushdingiz. Bitta qo'yib olingda. 19 bo'lsa telefon qilsinlarmi? Bemalol. 19 ga mayli. Akalar kelishtiramiz. 20 emasda 19 bo'lsa telefon qilaverasizlar, kelishtirib beradilar. Yana o'zi kelishib olay buni qilib deb o'ylamanglar. Kelaverasizlar, chiroyli qilib beradilar. 19. Yana 19 aytsa yana u yoq bu yoq endi kelish. Muomalaga bog'liq, muomalaga bog'liq avvalo muomalaga. Dilkunam deydi-ki tojik akalar. Dilkunam. Kelishtirasiz. 19 aytilibdi akalar. Ana kelishdik. 19. Yana kelishtirib beradilar. Nomerga aloqa qilib tirsilatib berasizlar. Nomerga telefon qilib. Akalar keyingi ma'lumot endi bu yoqdan aylantirib turmadik. Bu yoqdan ko'raylik. O'zimizni joydor mollardan bu ham. Qizil aka. Ha, qizil bu. Qizil molcha. Aka shera shunday aylantirib nima qilib turman? Shera shunday bitta u yoqdan yana tortib molchani azob bermaylik. Ana. Sigircha. Aka nechinchi qoringa bu? Birinchi qoringa. Bolasi buqacha. Ko'rinishdan ham ma'lum. Bolachasi buqacha. Birinchi qoringa. Bittadan shu bolachasini ham aylantiring aka. Shu bolachasini ham ko'radiganlar bor-ku baribir. Bolasi buqacha. Ha, bolachasini ham bitta ko'raylik. Aytgani. Aka sutga qo'yish qanday? 4 litr suti bor. 4 litr hozir ham suti bor. Har kun siz sog'asiz bilasiz buni. O, torting, ana. Aka mo'l torting ko'rsin. Torting ko'rsin, ana. Umuman ishi yo'q. Qo'yadi, bexijolat. Birinchi qoringa. Aka birinchi qoringa qo'yibdi. Ba'zi mollarni bir paytlar biz ham olgan vaqtimiz bo'lganda aka ip aylantirib olib, yo'q, unaqa emas. Unaqa emas-da. Sinab bemalol, sinab olsin. Akalar bitta narsa oyoq uzun mol. Tushungan tushundi, tushunmagan o'zi biladi. Ko'pchilik biladi-da, oyoq uzun mol qanaqa zo'rligini. Endi bu oyog'i uzun mol akalar joydorlar uchun, bu nimaga taalluqli emas, o'zi parodalik mollarga taalluqli emas, bu joydor mollar uchun aytdi. Bo'lachasi buqacha birinchi qoringa 4 litr sut beryapti. 4 litr sut beryapti. 4 litr sut beryapti. Buqachasi ham zo'r. Aka buni qancha aytamiz? 20 million deyapmiz. 20 million. Endi aka joydor uchun qitni kelishtiring. Qitni kelishtirib ayting, xalq maza qilsin. 19,5 million. Yana 500 mi? Yana 500 mi? 500 ham yomon emas. Yana 500. Bitta narsa aka. Ha. Yo'q keling-da, akamiz aka 500 emas. Yana qitni ayting aka. Qittigina. Xalq maza qilsin. Qittigina ko'p emas-da. 19 millionsin. Akalar bolachasi buqacha, esdan chiqmasin. Bolachasi buqacha. Birinchi qoringa 4 litr suti bor.
kelishasizlar yana u yoq bu yog'i bor. Yana xuddi u yoq bu yog'i bor. 8 millionga bermaydi ko'chani ham. Yo, to'g'ri, akalar bu qachani o'zi bitta bu qachani olib qo'ying. Bunaqa bu qachani o'zi bozorda o'zi kechaki narxlarni ko'rdilar. Hozir bu kecha birinchi ochiratda o'smir bu qachalar narxini chiqarib qo'yaman, ko'rasiz o'shanda. Akamni kelishtiramiz ozgina. O'nta qilsa telefon qilyapsizlar. Bemalol. Yana keyin aka, bunaqa qilib turib, bunaqa qilib aka Xayriga o'tib beramiz. 1 kilo balig'i pulni deb, bunaqa qilib silka. Qarijonlar sog' bo'lsin. Hurmatli obunachilar, akamizda yana cho'lda buqqachalar, nechta buqqacha bo'ldingiz aka? 15 ta. 15 ta qanday O'smir, katta, kichik. O'smir, katta buqqalar bor ekan. Endi hozir Bug'izlar bor. Bug'izlar, yana sigirlar bor. O'yla molxonaga bor. Molxonaga ko'chib, u yoqda ham bor ekan. Endi hozir bug'izlar ekan, tug'dirib keyin sotar ekan ularni. 15 ta molxonaga bor. Tug'dirib keyin sotamiz. Tug'dirib keyin sotilar ekan. Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa agar kelgusi hafta ham yana sigirlarimiz sotilib ketib, yana ketirib cho'ldan olib kelinsa, yana sotib qo'yamiz akalar. Yana sizlar uchun chiroyli videolar. Akalar unaqa nima deydi? Nima videoni qo'ymayman, nima mollarni qo'ymayman akalar. Buni chars, uradigan, pul uchun unaqa mollar. Shu xalq maza qilib chiroyli sog'ib, o'ziga ishlatadigan mollarni qo'yaman. Unaqa mollarni o'zi sotadigan akalar sotib bersin, omadini bersin hammasi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar. Sizlar bilan Usta Muhriddin bo'ldi. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, akalar har doimgidek like-chani ters qilib urib qo'yish esdan chiqmasin. Nasib bo'lsa, raqamlarni yuqoriga qo'yib ketamiz, aka. Telefon qilib akamizga, akalar faqat kechasi soat 12 dan keyin telefon qilmanglar. Rossiyada turman, jon aka. Akam azob berib yo'talab kishi. Sog'likda salomat bo'linglar. Obunachilar sog' deb qo'ying aka. Sog' bo'linglar obunachilar. Salomat bo'linglar. Like-larni bosinglar, like-larni. Salomat bo'lasizlar akalar. Yaxshi kunda ko'rishguncha.